po'ysk qismini qilamiz hozir. Men sizlarga tepada tashlagan videolarimni ko'rib chiqsanglar, mana shu joyga kelganmiz, mana shu yerdan davom ettiramiz. Ya'ni ozgincha bizda o'zgarish bo'lgan, ya'ni o'zgarish bu ma'lumotlarimiz o'zgargan, ya'ni sizga bu kerak emas hozir. Qayerdadir xatolik bor ekan shekilli. Mana bu xatolik bor ekan. Datani qidiryapti, biz bu yoqqa mana o'zgargan yuzerlarni berishimiz kerak. O'shanda bitta kartlarimiz chiqadi. Mana kartlarimiz mana bu holatda biz produkt chiqarishimiz kerak, lekin bu yerda yuzerlar chiqyapti. O'zgarish albatta bilan o'tib bir xil, ya'ni video tashlaganimda produkt chiqqan yerda yuzerlar chiqyapti. Xo'p, endi filtr mana buni ishlatishimiz kerak. Class list boshlansa, class listda dark mode ko'rsatib beraman. Mana bu dark mode yoki mana bosganda modalchilarga ko'rsatib beraman. Modal nimaligini esingizda bo'lsa, o'yinlarda chiqib turadigan, ya'ni chiqishi bosganingizda to'shni chiqmoqchimisan, mana bu modal chiqadi. O'shanga o'xshagan modal esa ko'rsatib bermoqchimiz. Xo'p, hozir birinchi filtr qismini qo'yaylik. Filtr qilish uchun hop mana bu map qilib aylantirib olamiz, ya'ni mana change userlar map qilamiz. Change user ichida ma'lumotlar bor, sizlar ma'lumotlarimizni mana bunday ko'rinishda turibdi. Mana foydalanuvchilar ismi yoshi kichik daniylar bu xos bizga kerak emas. Mana mapda bitta funksiyaga ura olamiz. Bitta expression function ochamiz. Render deb nom qo'yamiz uni. Ichida yozamiz uni narsadan. Bu yoqqa endi atribut qilib, ya'ni mana bu data parametr qo'shamiz. Bu yoqqa yozilgan parametr bo'ladi. Bu yerda bu funksiyani tepada e'lon qilsak bo'ladi. Ya'ni renderni chaqirib argument qilib, mana change userni qo'shamiz. Shunda bir xil ishlaydi, bizda xatolik bo'lmaydi. Ya'ni bu berilgan ma'lumot bu yoqqa data o'rniga kelib tushyapti. Shunda ham change userni render qilyapti. Endi pastda mana po'ysk bo'lganda, mana buni yasab qo'yganman. Mana knopka bosilganda yoki input type bo'lganda, mana knopkaga qo'ya qolamiz. Mana shu knopka bosilganda qisqasi yoki mana input bosilganda ma'lumotimizni kerakligini, ya'ni biz qidirganimizdan o'zi chiqadigan qilamiz. Hop, mana bitta o'zgarish qilamiz. Hop, filtr ichida buni span qilib qo'yganman. Mana shuni battinga o'zgartirib qo'yamiz. O'shanda mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Buni CSS'ni to'lib olish kerak ekan. Hop, filtr ichidagi battin deymiz. Hop, border nima deymiz? Bag transparent deymiz. Padding 0. Shunda mana kichaydi. Hop. Shuncha o'zim holada qaytarib qo'yib qo'yaylik. Bunga vaqt yetkazamiz shunda. Hop, bizga zarar qilmaydi. Bitta yoqqa cursor pointer yozib qo'ysak bo'ladi. Mana mishga yana knopkali bilan bildirish uchun cursor pointer qo'yib qo'ydim. Endi bularni JavaScriptda chaqiramiz. Hop, mana tepada chaqiraman. Bunda mana kelamiz. Selector class bilan chaqiramiz. Buni enibda ko'paytirib mana bunisini chaqirib qo'yamiz. O'shanda mana knopka bosilganida input valuesini oladi. Hop. Batanga chaqiramiz, aytgan listener. Klik bo'lganingda arrow function qilamiz bu yerga. Hop. Ichida mana buni valuesini olishimiz kerak. Let input value mana bunga tenglab qo'yamiz faqat valuesiga kichkina harf o'tkazib olib. Endi buni bosilganida mana buni ma'lumotini olamiz. Hop. Mana buni ichidan qidirgan, ya'ni filtr qilamiz. Bitta o'zgaruvchiga olishimiz kerak. Hop. Let filtr qilingan ma'lumotlardan bitta o'zgaruvchi ochamiz. Mana buni shu yerda filtr qilamiz. Bu mana o'zgaruvchi ichida ma'lumotlar bor. Ya'ni konsolda hali ko'rsatib berganim. Mana bular bor ichida. Shundan qidiramiz. Qidirgan. Hop. Yana qaytarganimizga yana name kichkina harf kod qidirgani teng bo'lsa input valuesiga, ya'ni input ma'lumotlariga to'g'ri kelganmi. Hop, blokdan da mana buni ko'ramiz. Filtr qilingan ma'lumotlar. Sharaftimiz ham shuni tekshirishimiz kerak. Endi mana ko'rishimiz kerak. Hop. Bizda valid degan foydalanuvchimiz bor ekan. Hop, bizda xatolik bor. Bu lower case mana bu yerda qo'shib qoldi. Mana bu yerga qo'shimiz kerak. Qaytardi. Yana chiqargach, yana pustoy qaytardi. Hattoda xato qilib ketganimda, bu lower case mana buni o'rnatib qo'yishimiz kerak. Hech qanaqa mayli shunaqa xatolik ham ishlamay qoladi. Mana buni qaytardi. Endi bu ma'lumotni bu yoqqa chiqarishimiz kerak. Buning uchun ma'lumotda renderga data qilib atribut berganmiz. Bosilganda mashina berib olgan deymiz. O'shanda valini qidirsak, valimiz chiqib keladi. Bizda mana shu yoqqa shart berishimiz kerak ekanda. Hop, mana qilaylik. If bo'lsa renderga mana shu atribut qilib berib olgan. Agar bo'lmasa mana buni berib qo'yishimiz kerak. Valid qilamiz. Hop, xatolik
pastga qo'shib kerak ekan turib. Hop, mana bu bitta o'zgarish qilishimiz kerak ekan. Funksiyaning ichida birinchi map qilishim bor. Badiya, dokument, точка badiya, точка inner HTML qilib ustuni jo'natishimiz kerak. Shunda bizga badiya emas, section qilishimiz kerak ekan. Mana qilib точка inner HTML. Mana bitta valini qilsa, mana valimiz chiqadi. Bunga qaytkaza, ustiga qo'y. Mana valini qilsa, vali chiqadi. O'chirib qo'ysa, yo'qotdi. Endi Hasan qilib ko'ramiz, tekshirish. Hasan. Mana Hasanimiz chiqdi. Xo'p, filtr uchun ila poisk qismi mana shunday. Endi bu yoqqa darkod qo'shamiz. Xo'p, bu yoqning uchun bizga bitta ikonga kelib bo'ladi. Xo'p, font ayvasam degan kutubxona bor ekan bizda. Shu yerdan oy bilan tashlab kelamiz. Oy olamiz. Sketch qilishimiz kerak. Hozirgi shunday qilish mumkin. Xo'p, buni olib bu yoqqa qo'yib turamiz. Sandiramiz, ya'ni qo'yish. Shuni olaylik. Bu yoqqa qo'yam. Buni ham qo'yish kerak. Hech emas endi. Buni o'tmizga qo'yamiz. Hop, bu o'zi bo'ladi. Mana son o'zi bo'ladi. Endi bu yerda filtr yonidan filtr o'zi bir narsaga o'xshashimiz kerak ekan. Hop, buni avvalga qo'yilish. Chetiga bitta dark mode qo'shamiz. Ichiga bitta image qo'shamiz. Bu boshlang'ich holatda mana bu turadi. Negaki bizning saytimiz boshlang'ich holatda ochiladi bo'ladi. Hop, piksel qo'yamiz. 45 piksel o'zi 35 holatda bo'ladi. Hop, bo'ladi. Endi navga stil beramiz unda. Now display flex and icon center, justify content. Buni yozib turibdi. Mana filtrga flex bir qilib qo'ysak, o'ziga kerakli joyga qo'yadi, qo'yamiz jo'natadi bu yoqqa. Yoki ham bo'lsa ham bo'ladi. Mana shuni justify content specify qilaylik. Bu yoqqa bitta div qo'shib qo'yamiz. Просто div shunda mana div nomeri turadi. O'rtada bu yoqqa bu keladi. Keyin specify emas, space around qilsak chiroyli chiqar ekan. Xo'sh. Nima ekan yo'q. Mayli, bizga hozir bu muhim emas. Hozir dizayn ustida ishlab o'tmaymiz. Endi mana bu yerda menga stil berishimiz kerak class. Mana shuni o'sha qo'yib kirib, mana buncha tashlasa ham bo'lar ekan. Darkod olamiz. Hop, mashinaga kursor pointer yozib qo'yamiz. Mana bu yerda style yozsa ham bo'lar ekan. Shunda hech narsa ham bo'lmaydi. Endi buni to'g'rilashimiz kerak. Ya'ni JavaScript chaqiramiz. Document, call selector. Yapmamız lazım. Şöyle dark mode bosganda element qo'shimiz kerak. Element listener. Klik qo'yganda hop, dark mode set attribut qilsam source'imizga qattiq qo'shimiz kerak. Hozir shuni qilamiz. Hop, source'ga sam desvechini qo'yib qo'ysin. Bosganda o'zgardi. Endi buni hop, shart berishimiz kerak ekan. Shu yerda class list ko'rganmiz. Hop, mana bu tursin. Endi mana bu yerda bitta class ochishimiz kerak ekan. Dark mode kiribdi. Buni light modda ham ochib qo'yishimiz kerak ekan. Hop, if dark modda class sistemda toggle degan narsa bor. Konteynerni tekshirib dark mode bo'lsa. Buni qo'shgan va dark modga class sistemda add degan class qo'shadi. Light mode deymiz. Shunda mana bas o'zgaradi. Qattada xato qilganmiz shekilli. Yo'q, xatomiz yo'q ekan. Xo'p. Yalnız neyimiz qo'ydik? Hozir keyin tekshiramiz shunaqasi. Bo'lmasa, mana bunimizni bu yoqqa qo'yib, mana buni o'zgartiramiz. Mana buni o'zgartiramiz. Xo'p, endi xato yo'q. Ishlayapti, lekin buni hozir tekshirishimiz kerak. Hop, light modda. Hop, dark modda ham. Mana bu yoqqa tashlashimiz kerak.
dark mode, ichki class listda 3 ta qismni, 4 ta qismni ishlatamiz. Remove olib tashlaydi, add qo'shadi, content tekshiradi. Toggle degan bor, buni aytaman. Hop. Dark modda olib tashlagan. Agar bo'lmasa, light modda tashlagan qo'yishimiz kerak. Mana o'zgarish bo'lyapti. Endi bunga class o'zgarayotgandan o'g'ishni ichimiz kerak. Hop. Document, body, style, color. Xo'sh, xato qildim. Compose ochiladi. Qatnashda xato qilmadi. Hashtagda ko'rib mana ismini chiqib qolibdi. Hop. Background color deshim kerak ekan. Background color black bo'lsin. Bu holatda white bo'lsin. Shunda yana xatoyimiz bor. Shu xatoni topishimiz kerak. Mana buni qo'shtirma qilib qo'yishimiz kerak. Shu qilib ketibdi. Mana ishlash boshladi endi. Mana stilda sectionga backgroundlar qo'yilgan ekan. Mana shuni bodyga qo'shishimiz kerak. Section mana buni olib bodyga qo'shishimiz kerak. Body light modda mana shunaqa bo'lishi kerak. Hop. Endi mana qisqartirsa bo'ladi, ya'ni class listda add bor, qo'shadi. Remove bor, bu olib tashlaydi. Contain bor. Bu ichida bor yoki yo'qligini tekshiradi. Mana bu tekshiramiz. Contain agar dark mode bo'lsa deymiz. Toggle bor. Ikkitaga bo'ladi. Bu mana uzun qilib yozdik-ku. O'shani mana toggle deb qo'ysak. Dark mode bo'lsa mana shunday qo'shadi. Bo'lmasa else kerak emas. Hop, mana qo'shimcha stil yozdik. Buni boshqa misolga ko'ramiz. Buni hozircha o'rib ketaylik. Class listda toggle degan narsa bo'lsa qo'shadi, bo'lmasa olib tashlaydi. Buni boshqa misolda keyinchalik ko'rar ekanmiz. Shunda class qo'shyapti, remove olib tashyapti, contain bor yoki yo'qligini tekshiryapti. Agar shunaqa ishlatsak bo'ladi. Hop, mana buni topolmaymiz hozir. Quyoshcha ochroq topishimiz kerak ekan. Hop. Mana shuni ham o'zgartirsa bo'ladi. Rangini o'zgartirsak ko'chira olamizmi? Hop, rangini o'zgartirsak ko'chira olmaymiz. Xo'sh, buni qora qilamiz, endi rangini boshqacha rang qilib qo'yamiz. Black o'rniga red qilib qo'ydik. Biz o'rganib shuni qilamiz, bizga bu o'rtashtirsa kerak emas. Hop, shunda mana bossak o'zgaryapti. Buni bossak, qaytib kelyapti. Qachonki mana contain o'zgartirib qo'ysak. Mana. Qidiruv bo'limida shunday shakl deb o'ylayman, negaki tushunarli tushuntirdim deb o'yladim. Hop. Qidiruv qismi mana. Button bosganda input valuesi olinmoqda, o'zgaruvchiga. Endi mana filtr qilingan ma'lumotlar degan o'zgaruvchi ochilmoqda. Mana ichidan filtr qilinmoqda. Name inputga kiritilgan name to'g'ri kelgani. Agar filtrda ma'lumot bo'lsa, ya'ni filtr array shaklida qaytaradi kelgan ma'lumotlarni. Agar ichida ma'lumot bo'lsa, mana beraveradi. Ya'ni filtr qilingan ma'lumotlar. Agar bo'lmasa, umumiy ham ma'lumot chiqaraveradi. Hop, shunda mana o'chirib tashlasak, o'zini holiga qaytib oladi. Hop. Mana. Bu yerda misol uchun Ali yozsa, Ali o'zini chiqarib beradi. Misol uchun ikkita Ali yozib qo'ysa, uni o'zgartirib ikkita Ali'ni chiqarib beradi. Shunaqa tartibda ishlaydi. Mana bu dark modda bu ham vazifalarga qo'shasizlar. Keyin bu yerda foydalanuvchilarni qo'shamiz. Sizlar anani qo'shib qo'yasizlar. Produktlarni keyin aytgancha funksiyani ichida bitta narsa esingizdan chiqib qolmasa, funksiya ochganingizda mana funksiya eng tepa qismida wrap prilani boshlang'ich holatini hech narsa bermasligiga kerak. Negaki, hozir agar buni bo'sh qoldirsanglar, tagidan qo'shib tashlaydi. Mana bunday holatda qo'shib tashlaydi. Misol uchun Alini qidirsak, ma'lumotni turadi, uni pastga qo'shiladi. Pastga qo'shiladi. Agar mana shuni yoqib qo'ysanglar, har mana funksiya ishga tushganda brauzerni mana bu yerni tozalayveradi. Wrap prilani ustki ma'lumotni chiqaradi. Mana. Hop, yana bitta funksiya qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Mana x qilib, x bo'lganda, ya'ni x true bo'lganda, mana ma'lumotni, ya'ni renderga berilayotgan ma'lumotni mana beraveradi degan qilib. Hop, buni o'zingizlar fantaziya qilib ko'rasizlar. Bu majburiy emas, lekin dark mode bilan filtr ishlatishinglar majburiy. Keyin mana map tayinlab chiqasizlar. Bu bo'yicha map taqishinglar kerak, dark mode qo'shasizlar, containlarni shu tashlashingiz kerak.